uyga tovuq boqmoqchi bo'lib, internetdan tayyor katay sotib olmoqchi bo'ldim. Qidirsam 10 ta tovuq sig'adigan katayni narxlari 3 million, 4 million, 5 milliongacha narx qo'yishibdi. Keyin o'zim qo'lda yasayman dedimda, eskimo taxtalar uydan chiqdi. Pulga setkasini sotib oldim. Mana rekalarni sotib oldim, qovurg'alarni. Qolgan barcha buyumlar uydan chiqdi. Setkasini 6 metrini 90 mingga sotib oldim, 15 mingdan. Rekani 6,5 mingdan 20 metr oldim, 120 mingga tushdi. Qolgani mayda chuydan samarez oldim. Bularni oldim. 30 mingga borib-bormadi. O'zingizlar hisoblab olaverasizlar. Tayyor kattak olgan yaxshimi yoki uyda qo'lda yasalgan katay ma'qulmi? Mana eshiklari. 12 bittani qasishgan bo'lib qoldi. Ertaga chiqib qatirib qo'yaman uni. Buni ilmoq bo'ladi. 2 metrga 1 metr bu yoq.